Aholini ro'yxatdan o'tkazishda yangicha yondashuv. Dunyodagi har bir mamlakat o'zining aholisi va uning yashash holati bo'yicha ishonchli ma'lumotga ega bo'lish maqsadida aholisini ro'yxatga oladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2015-yildagi rezolyutsiyasiga asosan a'zo davlatlarga har 10 yilda kamida bir marta aholini ro'yxatga olish tadbirini o'tkazish tavsiya etiladi. Aholini ro'yxatga olish nima degani? Respublikaning butun hududida yoki uning muayyan hududlarida o'tkaziladigan belgilangan sanada aholining demografik va ijtimoiy-iqtisodiy tavsiflarini belgilovchi shaxsga doir ma'lumotlarni yig'ish hamda ularga ishlov berish davriy jarayonidir. Aholini ro'yxatga olish sanasi nimani anglatadi? Aholi to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish va hisobga olish amalga oshiriladigan aniq payt, yil, oy, kun va soat. Jarayon qanday amalga oshiriladi? Ro'yxatga olish 3 bosqichda o'tkaziladi. Tayyorlov bosqichi aholini xabardor qilish, ro'yxatga oluvchilarni tayyorlash, texnik vositalarni tayyorlash, asosiy bosqich aholini bevosita ro'yxatga olish, ya'ni savollarga javob yig'ish, tahlil va e'lon qilish bosqichi. Olingan ma'lumotlarni qayta ishlash va natijalarni jamoatchilikka taqdim etish. Aholi uchun muhim jihatlar: har bir fuqaro ro'yxatga olinishi shart. Savollarga to'liq va aniq javob berishi muhim. Ro'yxatga olishda qatnashish fuqarolik burchi hisoblanadi. O'zbekiston hududida dastlabki aholini ro'yxatga olish 1897-yilda o'tkazilgan bo'lib, so'nggi bor bu tadbir 1989-yilda amalga oshirilgan. Joriy yilning 19-sentyabr kuni davlatimiz rahbarining O'zbekiston Respublikasida aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirini o'tkazish to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra 2026-yilning 15-yanvardan 28-fevralga qadar aholini ro'yxatdan o'tkazish amalga oshiriladi. Aholini ro'yxatga olishda O'zbekiston Respublikasida yashovchi har bir insonning ma'lumotlari muhim ahamiyatga ega bo'lib, avvalo aholining aniq soni, yoshi, jinsi, fuqaroligi, milliy tarkibi, oilaviy ahvoli, ma'lumoti, uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasi, bandligi, daromad manbalari kabi ko'rsatkichlari bo'yicha batafsil ma'lumot to'planadi. Mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor aholini ro'yxatga olish yaqin yilda o'tkazilishi belgilandi. Aholini ro'yxatga olishda respondentlardan hech qanday hujjat talab etilmaydi. Aholini ro'yxatga olishning shaxsga doir ma'lumotlari maxfiy bo'lib, respondentning roziligisiz oshkor etilmaydi va tarqatilmaydi. Ushbu ma'lumotlar faqat yakuniy ma'lumotlarni shakllantirish uchun ishlatiladi. Aholini ro'yxatga olish natijalari demografik prognozlarni shakllantirish, respublika va hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish, oilalarga yordam ko'rsatish, uy-joy bilan ta'minlash kabi davlat dasturlarini manzilli ishlab chiqishda muhim axborot manbai bo'lib xizmat qiladi. O'z kelajagimiz va bizdan keyingi avlodlarning farovon turmushi uchun har birimiz mas'ul bo'lishimiz fuqarolik burchimizdir.